Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovni qilgan ishini ko'ringlar. Qirg'iziston davlat rahbari Sadir Japarov farosatiga 5 baho desak to'g'ri bo'ladi. Chunki shu davlat rahbarlari kelib turadigan joyga har biri shu davlatning bayrog'ini yerga yopishtirib qo'yilgan. Shunga bu Sadir Japarov farosati ishlab, o'zini davlat bayrog'i oyog'ini ostida yotmasligi uchun Qirg'iziston bayrog'ini yerdan shilib olib, cho'nchagiga solib qo'yganini ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar ko'rdinglar. Malades, respekt shu prezidentga. Qaranglar, prezidentlarni, davlatlarning bayrog'ini yerga yopishtirib qo'ygan, shu yerda prezidentlar turish kerak degan. Qirg'izistonning bayrog'ini olib yerda yotgan, yopishtirib qo'yilganini olib cho'ntagiga solib oldi. Respekt. Qirg'iziston prezidenti haqiqiy patriot, o'zini millatiga, o'zini xalqiga. Alloh rozi bo'lsin. Qirg'iz tug'anlar hammaga yaxshi kayfiyat. O'zbekiston, Qirg'iziston hamisha birga olg'a.